Assalomu alaykum, hurmatli hamyurtlar, qadrli tumandoshlar. Ma'lumki, korrupsiya jamiyatdagi eng jirkanch illatlardan biri sifatida adolatsizlik va tengsizlikni keltirib chiqaradi. Odamlarning davlat idoralariga nisbatan ishonchini so'ndiradi. Taraqqiyotga jiddiy to'siq bo'luvchi bu illat ijtimoiy, iqtisodiy sohalarga katta zarar yetkazadi. Tarmoq va sohalarni zaharlaydi. Shuning uchun ham korrupsiya xavfi mavjud bo'lgan joyda amaliy sa'y-harakatlar samara bermaydi. Kutilgan rivojlanishlar bo'lmaydi. Bugun mamlakatimizda korrupsiyaga qarshi kurash borasida izchil huquqiy islohotlar olib borilmoqda. Bir qator dasturlar ishlab chiqilmoqda va korrupsiyaga qarshi kurashuvchi davlat organlarining roli oshirilmoqda. Xususan, korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risidagi qonunning qabul qilinishi, korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha respublika idoralararo komissiyasini tashkil etilishi, korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha davlat dasturining tasdiqlanishi O'zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi Prezidentimizning farmonining qabul qilinishi yurtimizda korrupsiya bilan bog'liq huquqbuzarliklarni oldini olishga qaratilgan muhim qadamlardan biri bo'ladi. Bu borada O'zbekiston tumanida ham korrupsiyaga qarshi kurash yo'nalishi belgilangan chora-tadbirlar dasturi ijrosi yuzasidan muayyan ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, tumandagi barcha davlat tashkilotlari va tuman muassasalari tomonidan sohaviy tarmoqlarni zamonaviy yechimlar orqali korrupsiya va jinoyatchilikdan xoli hududga aylantirish, aholi orasida korrupsiyaga qarshi murosasiz muhitni yaratish chora-tadbirlari ko'rilmoqda. Tumandagi maskanlar, tibbiyot, ta'lim muassasalari hamda barcha korxona va tashkilotlar binolarining kirish qismiga, foyellarga korrupsiyaga yo'l qo'ymaslik va uning salbiy oqibatlarini aks etgan targ'ibot bannerlari o'rnatildi. Tashkilotlarga yuqori turuvchi va markaziy boshqarmalar rahbariyatining qabul kunlari va ishonch telefonlari aks ettirilgan ma'lumotlar joylashtirilgan. Tumandagi davlat tashkilotlari va muassasalaridagi bo'sh ish o'rinlarini davlat xizmati va mehnat qonunchiligi talablariga muvofiq ochiq tanlov asosida munosib kadrlar bilan to'ldirish choralari ko'rib borilmoqda. Tashkilotlardagi vakant bo'sh ish o'rinlari haqida doimiy ravishda Ish Mehnat.uz milliy vakansiya bazasiga joylab borish va tuman bandlik bo'limiga har chorakda hisobot topshirilishi ta'minlanyapti. Davlat xaridlari, subsidiya va ijtimoiy yordam jarayonlari ochiq elektron platformalar orqali amalga oshirilmoqda. Korrupsiyaga qarshi kurashish va uni oldini olish maqsadida vakolatli organlar bilan hamkorlikda muntazam ravishda tuman hokimligi, tashkilot va korxonalar, mahallalar, maktabgacha ta'lim va tibbiyot muassasalarida profilaktik uchrashuvlar, seminarlar, davra suhbatlari va yig'ilishlar o'tkazilmoqda. Joriy yilning o'tgan davri mobaynida 60 dan ziyod o'tkazilgan ana shunday targ'ibot uchrashuvlarida davlat xizmatchilari va fuqarolarning korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabatlarni shakllantirishga e'tibor qaratildi. Ochiq muloqotlarda korrupsiyaning kelib chiqish sabablari, ularni qarshi kurash va ushbu xavfli illatning salbiy oqibatlari mavzusi doimiy muhokamada bo'ldi. Shuningdek, ommaviy axborot vositalari va tuman hokimligining ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy kanallari orqali ham mavzuga oid targ'ibot chiqishlarini ko'paytirishga e'tibor qaratilmoqda. Sir emas, korrupsiyaga qarshi kurashda aholining keng qatlami va fuqarolik jamiyati institutlarining ishtirokini kuchaytirish ustuvor yo'nalish hisoblanadi. Shuni inobatga olgan holda tumandagi tashkilot va muassasalarda ochiq eshiklar kunlari tashkil etilib, xalq qabulxonasi va onlayn murojaatlar tizim faoliyatini faol ishlashini ta'minlash choralari ko'rilgan. Telegram ijtimoiy tarmoqlarida tuman hokimligining murojaatlar guruhi tashkil etilib, shu kabi resurslar orqali ochiq yoki anonim murojaatlar, shikoyat va takliflarni qabul qilish hamda ularni ijroga yo'naltirish mexanizmini ham yo'lga qo'yilgan. Aholi bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilish, ularni qiynab kelayotgan muammolarni aniqlash va hal etish maqsadida tuman rahbariyati ishtirokida xalq qabulxonasida, tuman hokimligida hamda barcha mahallalarda fuqarolar bilan muntazam sayyor qabullar o'tkazib kelinmoqda. Ayni yo'nalishda olib borilayotgan amaliy ishlar natijasida joriy yilning 9 oyi davomida aholidan tushgan murojaatlar soni o'tgan yilning mos davriga nisbatan 700 taga kamaydi. Tuman hokimligida ham korrupsiyaga qarshi kurash dasturi ishlab chiqilgan bo'lib, barcha xodimlar korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha idoraviy hujjatlar bilan tanishtirilgan.
tuman hokimining o'rinbosarlari, bo'lim va guruh rahbarlari hamda mutaxassislarning ish reja, reglament va vazifalari taqsimoti ishlab chiqilgan bo'lib, barcha darajadagi mas'ullar mazkur hujjatlar bilan tanishtirilgan va ushbu belgilangan hujjatlar asosida o'z faoliyatlarini olib bormoqda. O'zbekiston Respublikasining Davlat fuqarolik xizmati to'g'risidagi qonunga muvofiq tuman hokimligi apparat xodimlari o'rtasida davlat xizmatining obro'siga putur yetkazishi mumkin bo'lgan xatti-harakatlardan tiyilish, axloq normalariga doimiy rioya qilish, mas'uliyat, kasbiga sadoqat va halollikni kundalik shiorga aylantirish, har qanday qonun buzilishiga, ayniqsa korrupsiya holatlariga qarshi murosasizlik bilan kurash lozimligi haqida ta'sirchan mexanizmlar orqali o'qitib borilmoqda. Hokimlik tarkibidagi barcha bo'limlar faoliyati muntazam ravishda audit va tegishli nazoratdan o'tkazilib, hisobdorlik va shaffoflikni ta'minlash maqsadida elektron hujjat aylanishi tizimi joriy etilgan. Qadrli yurtdoshlar, korrupsiyani oldini olish va unga qarshi kurash yuzasidan tuman hokimligi tomonidan kelgusida ham qator yo'nalishlarda izchil tadbirlar davom ettiriladi. Xususan, raqamlashtirishni kengaytirish, davlat xizmatlarini soddalashtirish, halollik muhitini ta'minlovchi jamoatchilik nazoratini kuchaytirish, davlat xizmatchilarida mas'uliyat, kasbiga sadoqat va halollikni kundalik shiorga aylantirish va xalqni davlat fuqarolik xizmati bo'lgan ishonchini oshirish, ijobiy fikrini shakllantirish va bu yo'nalishda jamoatchilik bilan keng hamkorlik qilish o'z oldimizga ustuvor vazifa etib belgilab olganmiz. Shu o'rinda jamiyat rivojiga to'siq bo'luvchi, taraqqiyot tanallusiga olib keluvchi bunday salbiy holatlarga qarshi qat'iy va prinsipiallik bilan kurashish har bir fuqaroning burchi ekanligi yana bir bor eslatib o'tmoqchimiz. Zero davlatimiz rahbari ta'kidlaganidek, korrupsiyaga qarshi kurashda huquqni muhofaza qiluvchi idoralar qanchalik harakat qilmasin, xalqimiz bu jirkanch illatga murosasiz bo'lmas ekan, ta'sirchan jamoatchilik nazoratini o'rnatmas ekan, bu baloga qarshi samarali kurashni tashkil eta olmaymiz. Bu illat bilan nafaqat huquqni muhofaza qilish idoralari, balki har bir jamoat jiddiy kurashishi kerak. Qadrli yurtdoshlarimizdan korrupsiyaviy holatlar yoki shubhali vaziyatga duch kelganlarida bevosita korrupsiyaga qarshi kurash agentligi yoki tegishli huquqni muhofaza qiluvchi organlarga xabar berishlarini so'rab qolamiz. Yangi O'zbekistonni korrupsiyadan xoli, sog'lom va shaffof jamiyatga aylantirishda barchangizni faol bo'lishga chorlaymiz.